Vodiy Tunikafonlari Namangandagi Tunikafon xizmatini yakuniga yetkazib berdi aka-ukalar. Ko'ringlar, agar xizmatlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol quyida raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xizmatlarimiz Andijon, Farg'ona, Namangan, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand bo'ylab hozirgi paytda olib bormoqdamiz aka-ukalar. Agar musofirda bo'lsanglar ham bemalol quyida raqamlarga Telegram, WhatsApplar bor, aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka-ukalar, tunikafonda bir narsani doim eslatib o'tib ketamiz. Ishlatilgan tunikani kvadratiga hisoblaymiz. Imini mana shu ko'rib turgan fasonlar piano fason deyiladi. 2 qavatli fason bo'lgan. Bunga joyli kvadratiga nisbatan 2 baravar atrofida tunika ketadi akalar. Xo'p, koridorlarimizga ham tunikafon qilib berganmiz. Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin, juda ham go'zal holatda chiqqan. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ko'cha tomonlarimizdan ko'ringlar, aloqaga chiqaverasizlar. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rgan vatandoshlar hammalariga rahmat deb qolamiz. Bu videoda uyga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan yaqin do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketsanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Hammalariga rahmat. Sog', salomat bo'linglar akalar.